Assalomu alaykum Gulshoydolari. Yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan Qalatiya gulimizni bo'lib boshqa tuyaga ko'chiramiz. Menga zakaz tushgan, ikkitaga bo'lib bering deb katta post. Mana ko'rinishi holati. Buni ko'chirishdan oldin suvga to'yintirib oldim. Qalatiya guli haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, Qalatiya o'ta namlik sevadigan, salqin sevadigan gul. Quyoshga, issiqqa umuman to'g'ri kelmaydi. Gul olayotgan paytlaringizda uyingizni sharoitiga qarab, gulni xarakteriga qarab olishni tavsiya qilaman. Bu gulni olayotgan opam oldin maslahatlashdilar. Xonalariga umuman yorug'lik kamroq ekan, salqin xonasi bor ekan. O'sha yerga gul qo'ymoqchiman. Quyosh tushmaydigan, salqinroq uyga to'g'ri keladigan gullaringizdan tavsiya qiling dedilar. Men shu gulni tavsiya qildim. Xarakterini tushuntirdim, ma'qul bo'ldi. Oldin bitta olib boqib ko'rdilar. Ularga yoqdi. Juda chiroyli o'syapti aynan o'sha xonada. Keyin yana bitta zakaz qildilar, faqat ikkiga bo'lib bering deb. Endi qaranglar, bu gulimizni lekin bir oyda bir orqa oldi bargini orqalarini yuvintirib turish kerak. Sovunli, ko'pikli suv bilan yoki hasharotlarga qarshi dorilar bilan, chunki Qalatiya o'ta namli sevuvchi gul bo'lgani uchun salgina quruq havoga barglarining uchi qorayishi mumkin. Keyin hasharot tez tushib ketishi mumkin. Pautinni qilish eng asosiy dushmani. Keyin yana nima? O'ta ozuqa sevar. Jon deb ichadi, yeydi ozuqani. Har 10-15 kunda tindirmasdan ozuqa berib tursangiz, mana shu chekkasidan, atrofidan to'da bo'lib ko'payib ketadi, bola chiqarib. Juda katta tuvak yoqtirmaydi. Tuprog'i universal nam sevuvchi tuproq, ya'ni vermiqulik aralashgan bo'lishi kerak. Mana bu ildizlari. Keyin har 15 kunda o'sha azotli gruntlar, ozuqalar berib turamiz. Sharoitimiz to'g'ri kelganda, mana shu havo isib boshlaydi-ku, apreldan to oktyabrgacha nima beramiz? Ozuqa beramiz va cho'miltirib turamiz. Barglarini ustlari bilan qo'rqmasdan maza qilib cho'miltirsangiz bo'ladi. Buni tagida kartoshkachasi bo'ladi. Ustini barga qurib qolgan taqdirda ham tashlab yuborishga shoshilmanglar. O'rta haroratda salqin yerga namlikni yaxshi berib qo'ysangizlar, kartoshkadan yana unib chiqadi. Buni ildizini patrashis qilishdan, ochishdan umuman qo'rqmaslik kerak. Juda tez ildizlaydi. Qo'rqadigan gul emas. Faqat shunchaki issiqqa qo'ymaysizlar, normada namli yetkazib berasizlar bo'ldi. Ko'pchilik namli yetkazib ber desa tagini xo'q tashidi. Unaqa emas. Namli deganda havoning namligi kerak bo'ladi. Kelding balam? Xullas, ko'pchilik namli ber desa tagini gruntini botqoq tashidi. Unaqa mumkin emas. Unaqani hech qaysi gul yoqtirmaydi. Unga oldin yoshlikdan moslashib o'sgan bo'lishi kerak. Sharti borda, ko'p suv berishni ham doim suvda turadigan. Ko'pchilik internetda ko'radi, tushunmasdan suvni ko'p bersam zo'r o'sar ekan deb botqoq tashiydi, keyin ildiz chirish boshlanib ketadi. Unaqa emas. Uning uchun masalan gruntingiz hech bo'lmaganda 40% perlit, ko'mir siniqlari, shunaqa narsalar bilan, seramis bilan boyitilgan bo'lishi kerak. Grunt kamroq bo'lishi kerak. Chunki tuproq aralash suv nima bo'lganda, buni gruntini tashiymiz, yerga tashlaymaydi. Ildiz orasida suv botqoq bo'lib qolmasligi kerak. Kirgan suv tez orasidan havo o'tib qurishi kerak. O'rtacha namli nimasi bo'lishi kerak. Qanaqa deb tushuntirsam sizlarga? Masalan, tog'li hududlarga, tog'da yashaydiganlar ko'p, vodiy taraflarda tog'da yashaydigan odamlar biladi. Suv sharsharadan yoki shu soydan oqib tushadi, juda ko'p, lekin toshlar bo'lgani uchun orasidan havo aylanib
suv yig'ilib qolmasdan yengil o'tadi, havo bilan aylanib o'tadi, ko'pirib. Xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Uni sharti borda, ko'p suv berishni yoki birdaniga fitilga o'tkazib yuborishni. Kalatay o'zi asli fitilni yoqtiradi. Juda ham yaxshi ko'radi fitilni, lekin hozir biz fitil qilmaymiz, shunchaki nam vermikulit solingan universal gruntga ekamiz. Xullas, ko'pchilik gullarga havo namligi kerak. Havo namligi deganda men ko'p maslahat so'rashadi, aytaman. Ko'chaga qo'ysam bo'ladimi, tashqariga qo'ysam bo'ladimi? Bizning xalq gullarni tashqarida o'stirishga o'rgangan. Bilmadim nimaga, lekin aslida-chi xona guli xonada o'sishi shart. Ruschasiga aytganda не просто так deydi-ku. Shunchaki xona guli deb nom qo'yilmaganda, demak xonada o'sishga moslashgan. Juda tez o'sib ketmaydigan, katta darrov 2-3 oyning ichida odam bo'yli bo'lib, o'zidan ko'payib ketmaydigan. Bor unaqa turlari ham, ular yovvoyi turlar. Xona guli sekin, o'zini sekin o'sishi bilan har bitta ochgan bargini oylab, 1,5-2 oylab ochadi. Uni tomosha qilishni o'zini gashti bor. Tezgina o'sib ketsa, u to'g'risini aytsam, mening uchun juda nima emas. Salaman singonimlarga oldin oshiq bo'ldim. Tez o'sadi deb, keyin bezor bo'ldim. Chunki tinmasdan kesaman, tinmasdan perisadka qilaman. Charchab qoldim. Bu ham tez ko'payadi, kalatay, lekin yonboshiga chiqadi. Tegmasangiz shunaqa chiroyli bo'lib turaveradi, pishni bo'lib. Mana hozir buni suvga to'yintirib olgan bo'lsak, gruntlarini to'kib oldik. Tushgan gruntlarni olib tashlaymiz. Tashqariga qo'yganda hamchi yerdagi namlik bilan, masalan, men hozir mana betonda turibdi, betondan salqin namlik uradi gulga, pastdan bargiga namlik salqin uradi, gul maza qilib o'sadi. Buni agar stellash qilib 1 metr balandlikda qo'ydik deng, mana